Alloh uchun do'stimsan degan diyonatli do'stim bor mening. Bunday do'stlar sanoqli ekan. Qiyomatli do'stim bor mening. Aytgin senday do'st bor kimda? Yolg'on do'stu rosti bor ekan. Yomon kunda bo'lgan yonimda qiyomatli do'stim bor mening. Mol-u dunyo deya chopmagan, g'anim uchun sirim sotmagan, yomon gapim og'ir botmagan, qiyomatli do'stim bor mening. Hech vafosiz qolsam kelib kun, bari kechib ketsa ham butkul, doim bilgan do'stlikni ustun, qiyomatli do'stim bor mening. Qiynaganda gohi alam dard, kuyinmagin dunyo g'animat, to'g'ri yo'lga boshlovchi mard, qiyomatli do'stim bor mening. Assalomu alaykum. Qiyomatli do'stim, qadrligim, omonmisiz? Boringizga shukr. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qalbimdan. Allohim sizday do'stni menga bergani uchun shukrlar olsin. Boringizga shukr.